Assalomu alaykum Angren ahli. Ko'rib turibsizlar, mana bunaqa katta ko'chani shundoqqina yuzidan Angren shahridagi Gulbog' mahallasidan bitta 8 sotixli katta uy topib qo'yganmiz. Mana bunaqa sharoitda ko'rib turibsiz, yuqorilari ham ancha balandgina. Qani uyimizga kirib ko'rsatamiz, bismillah. Kirganimizda ko'rib turibsiz, hovlimiz steyshkalar bo'lib qolingan. Yuqorilarimizga bitta e'tibor bersangiz bo'ladi. Kattagina, ayniqsa mana bu kirib kelganimizda ham anchagina darvozaxonamiz balandgina qilib turib qurib qo'yilgan ekan. Bog' qismimizga bitta e'tibor berib qo'yamiz. Bog'imizni o'zi ham anchagina katta, 8 sotixli. Ha, aytgancha, har doim videoni boshida narxini aytardik. Bu safar ham videoni boshida narxini aytaman, faqat bitta tomoni bilan. Bu uyimizni Angren shahridan kvartirasi borlar bemalol oxirigacha ko'rsa bo'ladi, chunki 2 xona, 3 xona kvartiram bor deganlarga almashish imkoni ham bor. Ya'ni almashib turib bosib borsangiz bo'ladigan joyi. Narxiga keladigan bo'lsak, uy egalari $47,500 narx so'rashyapti. Qani bo'lmasa bitta uyni obzorini ko'rib chiqamiz. Keyin o'zingiz fikrlaringiz bemalol izohlarda yozib ketsangiz bo'ladi. Nima deysiz? Qanaqa kvartiraga almashsa bo'ladimi? Nech pulga arziydi? Hammasini o'sha ekspertlarimiz o'zlarini baholarini berib ketsa bo'ladi. Qani bo'lmasa boshladik. Mana kirganimizda bu yog'imizda bitta xonamiz, koridor qismimiz ko'rib turibsiz. Chap tomonimizda, o'ng tomonimizda xonalarimiz bor. Xonamizga shundoq keladigan bo'lsak, mana bu uyimizga bitta e'tibor berib olsangiz bo'ladigan joyi yaxshi ta'mirli. Aytganimdek, bu tomonimizda esa mana ikkita oynalar bor, kattagina yorug' holatda ko'rib turibsiz, mana yaxshi sharoitli. Xo'p, bundan keyin o'tadigan bo'lsak, o'sha jitkaboylar qilib qo'yilgan bu tomonlarimizda va bu xonamizda ham yotoqxona mana qilishgan. Bu yog'imiz ham xuddi shunaqa sharoitda, ya'ni jitkaboylar bilan ikkita mana oynalarimiz qilib qo'yilgan. Bundan chiqadigan bo'lsak, endi hovliga mana qarang. Katta oila ham bo'ladi deb aytgan gapni hali aytmadim, mana endi aytaman, chunki katta oila bo'ladigan bo'lsa, bitta oilangiz bu yoqda, bittasi u tomonda ham yashasa bo'ladi. U yoqda ham xuddi shunaqa 3 ta katta xonalarimiz bor. Svet, suv, gazdan Angren shahridagilar biladi. Gulboqqa ham hammasi kelgan. Bemalol harakat qilib turib olsangiz bo'ladi. Faqat gazimiz uyga kiritilmagan, qolgan hamma xarajatlari qilib qo'yilgan. Mana bu joyimizda yozda bemalol o'tirsangiz bo'ladigan sharoitda. Hozir faqat ertalab bo'lgani uchun, ya'ni ertalabki soat 10 ko'rib turibsiz, quyoshimiz tushib turibdi. Lekin boshqa vaqti, ya'ni tushlikdan keyin, peshindan keyin bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Xalq nima deydi, bu hovlimiz salqingina bo'ladi, chunki quyosh bu tomonga o'tgani hisobiga ancha salqin bo'ladi. Mana bu tomondan ham bitta e'tibor berib qo'ysangiz bo'ladi hovlimizning ko'rinishiga. Mana bunaqa daraxtlar, gullar bilan chiroyli qilib turib, ancha katta qilib turib ekib qo'yilgan ekan. Ko'rib turibsiz, mana burchak tomonga kelyapmiz. Ikkita tomonimiz ham mana katta sharoitda bo'lib turibdi. Hozir bu xonamizga bitta ko'rsatib o'tib ketaman tashqaridan. Xo'p, mana bu yog'imizda ham bitta mana bunaqa xona. Ko'rib turibsiz, ta'mirlarimiz o'sha jitkaboylar qilib qo'yilgan, pardalar ilib, chiroyli sharoitda mehmonxona, yaxshi shinam holatdagi bitta mehmonxona bo'ladi. Endi bu tomonimizdagi uylarimizga ham tezgina ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rsangiz bo'ladi. O'sha kvartiram bor, almashaman deb yurganlari uchun juda ham zo'r variantda bo'lyapti. Nimaga desangiz, mana ko'rib turibsiz, xonalarimizga bitta e'tibor berib qo'ysangiz bo'ladi. Yaxshi sharoitda. Katta, endi to'g'ri, yangi uy emas bu tomonlarimiz. Narigi tomonimizdagi uylarimiz yangi edi. Bu tomonimizdan ko'rib turibsiz, mana shunaqa sharoitda. Bu yoqlarimizdan o'sha jitkaboylar qilib qo'yilgan. Bu tomonlarimiz esa mana ohakdan. Uyimiz o'sha xong'ishdan qurilgan. Bu tomonimiz eski uylardan va bu tomonda mana aytganimdek katta oila bo'lgandan keyin yozda mana shunaqa salqin joyda xohlasangiz yotib dam olsangiz bo'ladi, tunda xohlasangiz kunduzi ham o'tirsangiz bo'ladi. Katta oila bo'lgandan keyin u yoqda o'tirasizmi, bu yoqda o'tirasizmi, bemalol sharoitda bo'ladi. Va endi oshxonalarni ham bitta ko'rsatib ketishim kerak bo'ladi. Bu tomonimizda yuvinish xonasi, nariyog'imizda hojatxonalari bor. Mana bu joyga ham bitta katta qilib turib xona qurib olsangiz ham bo'ladigan sharoitda ekan va bu tomonimizda xo'p, nima deydi? Xalq tilida vremenka deb qo'yishadi, bitkazilmagan ekan. Mana bu tomonimizda oshxonalarimiz bor. Oshxona, aytganimdek, gazni ko'chadan turbalari o'tgan, lekin ichkariga hali kirgizmagan uchun uy egalari balonlardan foydalanishar ekan. Xo'p, endi bu tomonda yuvinish xonasini mayli bittagina kichkina obzor qilib ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rib olsangiz bo'ladi, mana bunaqa yuvinish xonalari bor, isitgichlari bilan. Tandirlarimiz bor. Bu yog'imizda mana bunaqa katta o'riklarimiz, olchalarimiz, bu tomonimizda esa anorlarimiz bitta ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana anjirlar, yong'oq, behi mana ko'rib turibsiz. Behimiz va bu joyimizda esa mana
Anorlarimiz ham bilasiz, yaqinda kuz kelyapti, kuz yaqin pishib qoladi. Xo'p, mana bunaqa katta daraxt gullarimiz ham bor ekan. Yong'oqlarimiz ham bor. Endi bu joyimizga bu tomonimizdan aytganimdek hojatxona nima deydi, izohlarda o'sha ekspertlarimiz o'z fikrlarini yozib ketsa bo'ladi, bemalol tortinmasdan. Nima deysiz, 47.500 ga arziydimi yo'qmi? Baraka qiladigan joyi bor, ya'ni sunnatiga o'tib beradigan joyi bor. Bemalol kelib turib baraka qilib olsangiz bo'ladi. Mana bunaqa joylarda mana hozir uy egalari pomidor yana boshqa narsalar ham ekib qo'yishgan ekan, adashmasam loviya shekilli. Yaxshi sharoitda bu yog'imizga ham narsalar eksangiz bo'ladi va eng anosi nima deydi, o'zimga yoqqani mana bu joyimizda bo'ldi. Uzumlar ham mana tayyorga bo'lib turib pishib qolgan ekan. Ko'rib turibsiz, deyarli qop-qora bo'lib turib, sop turibdi. Mana pishgan. Xo'p, aytganimdek ekspertlarimiz bemalol o'z fikrlarini yozib ketishsa bo'ladi. 47.500 ga arziydimi va sizda 2 xona, 3 xona bo'ladigan bo'lsa, kvartirangizga almashgan bo'larmi deysiz. Mana shunaqa katta bitta hovlida kelganmiz. Katta oilaga nimaga desangiz, bu tomonda mana alohida bitta xonasi bor. Bu tomonimizda ikkita, bu yog'imizda ikkita xona, bu yog'imizda bitta xona va bu yog'imizda ham 3 ta, ayvoni bilan 4 ta xonamiz bor. Katta uy. Bemalol kelasiz. Katta oila domda siqilib qolgan bo'lsangiz, bu yoqqa kelib turib, mana bunaqa joyda qarang. Mazza-ku. Kelasizda yashaysiz, aytganimdek. Xo'p, pastda opisiya qismida telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib turib gaplashib, baraka qilib olsangiz bo'ladi. Telefoningizni shundoqqina olasiz, raqamlarimizni terasiz. Telefon qilib turib gaplashasiz. Bu videoni Gulbog' mahallasida mana shunaqa bitta kattaroq uy qidirib yurgan tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularga shundoqqina yuborib qo'yamiz. Xudo xolasa, domda siqilib qolgan bo'ladigan bo'lsa, mana shu joylarga kelib turib, emin-erkin mazza qilib yashaydi, balki bitta oshga sizga ham erib orar bu videoni tashlaganingiz uchun. Kanalimizga obuna bo'ling, bunaqa videolar hali oldinda juda ham ko'p.